Agar telefoningizda begona dastur, masofadan boshqarish ilovasi, shubhali bank xabarlari yoki siz tushunmaydigan ruxsatnomalar bo'lsa, pensiyangiz xavf ostida bo'lishi mumkin. Men bugun juda muhim masalani sodda qilib tushuntiraman. Pensiyani davlat olib qo'yadi degani emas, lekin firibgarlar telefoningiz orqali bank kartangizga, SMS kodingizga, bank ilovangizga kirib, pensiya pulingizni yechib olishi mumkin. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki ularning farzandlari, nabiralari, qo'shnilari va qarindoshlari uchun ham juda kerak. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni ota-onangizga, buvalaringizga yuboring. Chunki bitta noto'g'ri bosilgan havola, bitta aytilgan SMS kod yoki bitta o'rnatilgan ilova bir oy emas. Bir necha oylik pensiya yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Avvallari pensiya asosan naqd pul ko'rinishida berilar edi. Odamlar pochtadan, bank kassasidan yoki mahalla orqali pulni olardi. Xavf bor edi. Lekin xavf ko'proq ko'chada, kassada, hujjat bilan bog'liq bo'lardi. Hozir esa pensiya ko'p hollarda bank kartasiga tushadi. Telefon raqamga bog'lanadi, SMS orqali tasdiqlanadi, mobil ilova orqali boshqariladi. Bu qulay. Lekin yangi xavflarni ham olib keldi. Oldin firibgar odamning yo'lga kelib aldashi kerak edi. Endi u boshqa viloyatda, hatto boshqa davlatda o'tirib ham telefon orqali odamni chalg'itishi mumkin. U o'zini bank xodimi, pensiya jamg'armasi vakili, soliq idorasi, ijtimoiy yordam bo'limi yoki texnik xizmat xodimi deb tanishtiradi. Keyin kartangiz bloklanadi. Pensiyangiz to'xtaydi, kompensatsiya chiqdi. Tekshiruvdan o'tmasangiz pulingiz qaytadi. Telefoningizni yangilash kerak kabi gaplar bilan qo'rqitadi. Men buni aniq aytaman. Haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Pensiya idorasi sizdan Telegram orqali karta raqamingizni, amal qilish muddatini, CVV kodini, bank ilovasiga kirish parolini so'ramaydi. Hech bir rasmiy tashkilot telefoningizga mana bu ilovani o'rnating, men ko'rib beraman deb sizning ekraningizni boshqarib bermaydi. Eng katta o'zgarish shundaki, telefon endi oddiy aloqa vositasi emas. Telefon ichida bank ilovasi bor, karta ma'lumotlari bor, SMS kodlar bor. Pasport rasmi bo'lishi mumkin, elektron imzo kaliti bo'lishi mumkin, Telegram, WhatsApp, Gmail kontaktlar bor. Ya'ni firibgar telefoningizga kirsa, u faqat bitta xabarni emas, butun moliyaviy hayotingizni ko'rishi mumkin. Ayniqsa pensionerlar ko'pincha telefonni farzandlari yordamida sozlatadi. Bank ilovasiga kirish paroli oddiy bo'ladi. Tug'ilgan yil 2234 million, telefon raqamining oxirgi raqamlari, ba'zan karta PIN kodi qog'ozga yozilib, telefon g'ilofining ichiga solib qo'yiladi. Ba'zan SMS kod kelganda odam nima uchun kelganini tushunmay, telefonda aytib yuboradi. Mana shu joyda xavf boshlanadi. Birinchi xavfli belgi. Telefoningizda AnyDesk, TeamViewer, Rust Desk, AirDroid, Quick Support, Remote Desktop, Screen Mirroring kabi masofadan boshqarish ilovalari bor, lekin siz ularni o'zingiz o'rnatmagan bo'lsangiz, bu ilovalar o'z-o'zidan yomon emas. Ish joyida texnik yordamda foydali bo'lishi mumkin. Lekin pensioner telefonida bunday ilova nima uchun turganini odamning o'zi bilmasa, bu jiddiy signal. Masalan, bir pensioner ayolga bankdanman, kartangizdan shubhali operatsiya bo'lyapti, darhol himoya qilamiz deb qo'ng'iroq qilishadi. Unga bir ilovani o'rnatish aytiladi. Ayol ilovani o'rnatadi, ekranda chiqqan raqamni aytadi. Shundan keyin firibgar uning ekranini ko'ra boshlaydi. Bank ilovasiga kirganda parolni ham ko'radi. SMS kelganda kodni ham ko'radi. Natijada kartadagi 1.800.000.000 so'm pensiya bir necha daqiqada boshqa hisobga o'tkaziladi. Ikkinchi xavfli belgi. Telefoningizda bank ilovasidan tashqari bonus, kompensatsiya, pensiya tekshirish, qarzdorlikni aniqlash, yordam puli olish degan noma'lum ilovalar paydo bo'lgan bo'lsa. Ko'p firibgarlar rasmiy ilovaga o'xshash nom tanlaydi. Belgisi ham davlat ramziga, bank ranglariga, rasmiy muhrga o'xshaydi. Oddiy odam farqini sezmasligi mumkin. Uchinchi xavfli belgi. Telefoningizda SMS'lar o'qilishiga ruxsat berilgan shubhali ilova bor. Ba'zi zararli dasturlar kelgan SMS kodlarini avtomatik o'qib, firibgarga yuboradi. Siz telefoningizni qo'lingizda ushlab turasiz. Lekin bank tasdiqlash kodi allaqachon boshqa odamga ketgan bo'ladi. To'rtinchi belgi. Telefoningizda maxsus imkoniyatlar, ya'ni accessibility xizmatlarga noma'lum ilova ulanib qolgan bo'lsa. Android telefonlarda bu bo'lim ko'zi ojizlar yoki yordamchi funksiyalar uchun kerak. Lekin zararli dasturlar aynan shu ruxsat orqali ekrandagi tugmalarni bosishi
oynalarni ochishi, ba'zi harakatlarni sizsiz bajarishi mumkin. 5-chi belgi, telefoningiz birdan sekinlashdi. O'zi ilova ochadi, reklama chiqadi, batareya tez tugaydi, internet trafigi ko'payadi. Siz qilmagan bank bildirishnomalari keladi. Bu har doim ham firibgarlik degani emas. Lekin tekshirish shart. Men birinchi navbatda pensionerlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar, ijtimoiy yordam puli oluvchilar va bank kartasidan foydalanishni yaxshi bilmaydigan odamlar ehtiyot bo'lishi kerak deb hisoblayman. Chunki firibgarlar aynan ishonuvchan, rasmiy gaplardan qo'rqadigan blok bo'lib qolmasin. Pensiyam to'xtamasin deb xavotirlanadigan insonlarni nishonga oladi. Lekin faqat pensionerlar xavfda emas. Farzand telefonida ota-onasining bank kartasi bog'langan bo'lsa ham xavf bor. Nabira o'yin yuklab beraman deb noma'lum saytdan dastur o'rnatsa, telefonda buvisining bank SMS'lari tursa pul ketishi mumkin. Karta pensioner nomida, telefon esa boshqa odamda bo'lsa, mas'uliyat yanada murakkablashadi. Masalan, ota 2200 ming so'm pensiya oladi. Kartasi o'zida, lekin bank ilovasi o'g'lining telefonida. O'g'il bir kuni sovg'a yutdingiz degan havolaga kiradi. Telefoniga zararli fayl tushadi. Firibgar ilova orqali bank xabarlarini ko'radi va hisobdan pul yechiladi. Ota men hech kimga kod aytmadim deydi. Bu to'g'ri, lekin kod telefon ichidan olingan bo'lishi mumkin. Agar siz telefoningizga ilovalarni faqat rasmiy do'kondan o'rnatsangiz, bank kartangiz ma'lumotlarini hech kimga aytmasangiz, SMS kodni umuman bermasangiz, noma'lum havolalarga kirmasangiz, telefoningizda ekran blokirovkasi bo'lsa va bank ilovasiga kuchli parol qo'yilgan bo'lsa, xavf ancha kamayadi. Lekin men ehtiyotkorman deb butunlay xotirjam bo'lish ham to'g'ri emas. Chunki ko'p odamlar xatoni bilib turib emas, shoshilganda qiladi. Firibgarlar ham shoshiltirish uchun ishlaydi. Hozir aytmasangiz karta yopiladi. 5 daqiqa ichida tasdiqlash kerak. Hozir pensiya qaytib ketadi. Sizning nomingizga kredit olinmoqda degan gaplar odamni vahimaga soladi. Vahimada esa hatto bilimli odam ham noto'g'ri qaror qilishi mumkin. Birinchi misol, 68 yoshli erkak kishiga qo'ng'iroq bo'ladi. Sizga pensiya qo'shimcha 500 ming so'm kompensatsiya chiqdi. Kartangizni tasdiqlang deyishadi. U karta raqamini aytadi. Keyin SMS keldi, uni o'qib bering. Bu faqat ro'yxatdan o'tish kodi deyishadi. Aslida bu bank ilovasiga kirish kodi bo'ladi. Natijada kartadagi 1 million 500 ming so'm yechib olinadi. Bu yerda muammo karta raqamini aytishda emas, tasdiqlash kodini aytishda. Ikkinchi misol. 72 yoshli ayolga Telegramdan rasmiy logotipga o'xshash sahifa yozadi. Pensiya qayta hisob kitob qilinmoqda, pasport va karta rasmini yuboring deyshadi. Ayol yuboradi. Keyin uning nomidan turli xizmatlarda ro'yxatdan o'tishga urinish bo'ladi. Hujjat rasmi va karta ma'lumotlari alohida xavfli. Birga bo'lsa yanada xavfli. Uchinchi misol, bir kishi telefonini ustaga beradi. Usta ilovalarni tozalab beraman deydi. Telefon ichida bank ilovasi ochiq qolgan, SMS'lar ko'rinadi. Men har doim aytaman, telefon ta'mirga berishdan oldin bank ilovasidan chiqing, ekran qulfini o'zgartiring. Iloji bo'lsa muhim ilovalarni vaqtincha o'chirib qo'ying yoki bankdan kartani vaqtincha bloklatib turing. Ustani ayblash shart emas, lekin moliyaviy xavfsizlikni o'zingiz nazorat qilishingiz kerak. 4-misol. Pensioner odam telefonimda joy yo'q deb nabirasiga beradi. Nabira internetdan tozalovchi dastur yuklaydi. Dastur aslida reklama va ruxsat yig'uvchi zararli ilova bo'ladi. Keyin telefon g'alati ishlay boshlaydi. Bank ilovasiga kirish qiyinlashadi. SMS'lar kech keladi. Noma'lum bildirishnomalar chiqadi. Bunday holatda telefon eskirdi deb yurmasdan darhol tekshirish kerak. Eng muhim qo'yda SMS kod hech kimga aytilmaydi. Hatto qo'ng'iroq qilgan odam sizning ismingizni, familiyangizni, kartangizning oxirgi 4 raqamini, qaysi bankdan pensiya olishingizni bilsa ham aytmaysiz. Chunki firibgarlar ba'zi ma'lumotlarni oldindan topib olishi mumkin. Ular aynan shu ma'lumotlar orqali ishonch uyg'otadi. Ikkinchi qo'yda bank kartasining orqa tomonidagi 3 xonali kodni hech kimga bermaysiz. Karta raqami ba'zan pul o'tkazish uchun kerak bo'lishi mumkin. Lekin amal qilish muddati va orqa kod bilan birga aytilsa, internet orqali to'lov qilishga yo'l ochiladi. 3-qo'yda hech kim sizdan telefoningiz ekranini ulashishni talab qila olmaydi. Masofadan yordam kerak bo'lsa ham. Buni faqat o'zingiz ishonadigan farzand, yaqin qarindosh yoki rasmiy servis markazida ko'zingiz oldida qildiring. Telefon orqali notanish odamga ekran ko'rsatish juda xavfli.
4-qo'yda. Pensiyangiz to'xtaydi degan gapga darhol ishonmang. Pensiya to'lovlari bo'yicha haqiqiy masalalar odatda rasmiy tartibda hal qilinadi. Pensiya bo'limi, bank filiali, davlat xizmatlari markazi rasmiy portal yoki yozma xabarnoma orqali, telefon orqali bosim o'tkazib, EMS kod so'rash rasmiy tartib emas. 5-qo'yda Telegram bot, WhatsApp havolasi, noma'lum sayt orqali karta ma'lumotlarini kiritmang. Sayt manzili rasmiy ko'rinsa ham tekshiring. Bitta harf o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, bank nomiga o'xshash, lekin oxirida boshqa qo'shimcha bor saytlar ko'p uchraydi. Ba'zi odamlar mening telefonimda AnyDesk bor, demak pulim ketadi deb qo'rqib qoladi. Men bunday demayman. Masofadan boshqarish ilovasi o'z-o'zidan jinoyat emas. Agar siz uni ish uchun, farzandingiz yordam berishi uchun aniq maqsadda o'rnatgan bo'lsangiz va qachon ishlatilishini bilsangiz, bu boshqa masala. Xavf shundaki, siz ilova nega turganini bilmasangiz, u orqali kimdir ulangani yoki ulanmaganini nazorat qilmasangiz. Yana bir nozik nuqta, bankdan haqiqatan ham qo'ng'iroq bo'lishi mumkin. Masalan, shubhali operatsiya bo'lsa, bank ogohlantirishi mumkin. Lekin haqiqiy bank xodimi sizdan parol va SMS kod so'ramaydi. Agar shu bo'lsa, suhbatni to'xtating va kartangiz orqasida yozilgan rasmiy raqamga yoki bankning rasmiy ilovasidagi aloqa bo'limiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Yana bir xato tushuncha, pul ketgan bo'lsa baribir qaytmaydi deyish. Bu ham har doim to'g'ri emas. Tez harakat qilsangiz, bank operatsiyani to'xtatishi, kartani bloklashi, ichki tekshiruv boshlashi mumkin. Albatta hamma holatda pul qaytadi deb va'da berib bo'lmaydi. Lekin birinchi soatlarda murojaat qilish juda muhim. Endi amaliy qismga o'tamiz. Men har bir tomoshabin hozir yoki video tugagach telefonini tekshirishni xohlayman. Birinchi qadam, ilovalar ro'yxatini oching. Android telefonlarda sozlamalar bo'limiga kiring. Ilovalar degan joyini toping. iPhone telefonlarda sozlamalar ichida o'rnatilgan ilovalarni ko'ring. Siz tanimaydigan, nomi g'alati, belgisi shubhali. Oxirgi paytda paydo bo'lgan dasturlarni yozib oling. Ayniqsa masofadan boshqarish, telefon tozalash, bonus olish, kredit tekshirish, pensiya aniqlash degan ilovalarga e'tibor bering. Ikkinchi qadam, ruxsatnomalarni tekshiring. Qaysi ilova SMS o'qiyapti, kontaktlarga kiryapti, kamera va mikrofondan foydalanyapti, ekran ustida chiqishga ruxsat olgan, maxsus imkoniyatlarga ulangan, oddiy chiroq ilovasi SMS o'qishga muhtoj emas. Oddiy kalkulyator kontaktlaringizni bilishi shart emas. Agar ilova vazifasiga mos kelmaydigan ruxsat olgan bo'lsa, uni o'chirib tashlash yoki ruxsatini bekor qilish kerak. 3-qadam, bank ilovalarini tekshiring. Bank ilovasida oxirgi kirishlar, qurilmalar, bildirishnomalar va operatsiyalar tarixini ko'ring. Siz qilmagan pul o'tkazmasi to'lov kartadan kartaga o'tkazish, internet xarid bo'lsa, darhol bankka murojaat qiling. Bank ilovasidagi parolni o'zgartiring. Agar ilova barmoq izi yoki yuz orqali kirishga sozlangan bo'lsa, qo'shimcha pin ham kuchli bo'lsin. 4-qadam, sim kartangiz xavfsizligini tekshiring. Telefon raqamingiz bankka bog'langan bo'lsa, sim karta yo'qolishi yoki boshqa birov nomiga qayta chiqarilishi katta xavf. Mobil operatorga borib raqam sizning nomingizda ekanini tekshiring. Sim kartaga pin kod qo'yish ham foydali. Telefon yo'qolsa, darhol operatorga va bankka xabar berish kerak. 5-qadam, Telegram va WhatsApp sessiyalarini tekshiring. Telegramda qurilmalar bo'limiga kiring. Siz tanimaydigan telefon, kompyuter yoki joydan kirish bo'lsa, darhol chiqarib tashlang. WhatsAppda bog'langan qurilmalarni tekshiring. Firibgarlar ba'zan messenjerga kirib, sizning nomingizdan qarindoshlarga pul kerak deb yozadi yoki bank xabarlarini kuzatadi. Agar telefoningizda noma'lum ilova topsangiz, avval internetni o'chiring. Wi-Fi va mobil internetni vaqtincha uzing. Keyin ilovani o'chirib tashlang. Agar o'chmasa, telefonni xavfsiz rejimda ishga tushirish yoki mutaxassisga ko'rsatish kerak bo'lishi mumkin. Lekin mutaxassis ham ishonchli joy bo'lsin. Keyin bankka qo'ng'iroq qiling. Telefonimda shubhali dastur topdim. Kartamni vaqtincha bloklang, operatsiyalarni tekshiring deb aniq ayting. Karta bloklansa, pensiya yo'qolib qolmaydi. Pul hisobda saqlanadi. Keyin yangi karta chiqarish mumkin. Ko'p odamlar karta bloklansa pensiyamni ololmayman deb qo'rqadi. Aslida vaqtincha bloklash ko'pincha pulni saqlab qolish uchun kerak. Keyin bank ilovasi parolini, telefon qulfini, Google yoki Apple hisob parolini o'zgartiring. Parol tug'ilgan sana bo'lmasin. Masalan, 1926, 1121, 2222,
M2 uchun turtim exim 6 kabi parollar juda zaif. Kamida 6 xonali, yaxshisi murakkabroq kod qo'ying. Parolni qog'ozga yozsangiz, karta yonida saqlamang. Agar pul yechilgan bo'lsa, bankka borishda pasport yoki ID karta, bank kartasi, telefon raqamingiz, shubhali SMS'lar, qo'ng'iroq raqami, pul yechilgan sana va vaqt, operatsiya summasi haqida ma'lumotlarni tayyorlang. Bankdan ariza qabul qilingani tasdiqlovchi hujjat yoki murojaat raqamini oling. Agar firibgarlik aniq bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Arizada voqeani ketma-ket yozing. Qachon qo'ng'iroq bo'ldi? O'zini kim deb tanishtirdi? Nima dedi? Qaysi ilovani o'rnatdingiz? Qanday kod aytildi yoki aytilmadi? Qancha pul ketdi? Qaysi karta yoki hisobga o'tdi? Qanchalik aniq yozsangiz, tekshiruv shunchalik oson bo'ladi. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangiz telefonda alohida ro'yxat tuzing. Qaysi bank kartasi bor? Qaysi raqamga bog'langan? Qaysi ilova rasmiy? Bankning rasmiy telefon raqami qaysi? Favqulodda holatda kimga qo'ng'iroq qilish kerak? Bu ma'lumot tartibli saqlang, lekin parollarni ochiq yozib qo'ymang. Katta yoshdagilarga siz bilmaysiz deb gapirmang. Bu ularni xafa qiladi va keyingi safar muammo bo'lsa yashirishi mumkin. Men doim shunday tushuntirishni maslahat beraman. Hozir firibgarlar juda ustomon bo'lib ketgan. Ular hatto yoshlarni ham aldayapti. Keling, telefoningizni birga tekshirib qo'yaylik. Shunda odam o'zini aybdor his qilmaydi. Ularga 3 ta oddiy qoida yod bo'lsin. SMS kod aytilmaydi, begona ilova o'rnatilmaydi. Shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, avval farzandga yoki bankning rasmiy raqamiga qo'ng'iroq qilinadi. Mana shu 3 qoida ko'p yo'qotishlarning oldini oladi. Telefon ekraniga albatta qulf qo'ying. Barmoq izi bo'lsa yaxshi, lekin qo'shimcha PIN ham bo'lsin. Bank ilovasiga alohida parol qo'ying. Ilovalarni faqat rasmiy do'kondan yuklang. Noma'lum havoladan kelgan APK fayllarni o'rnatmang. Telefon operatsion tizimini va bank ilovasini yangilab turing. Yangilanishlar faqat yangi ko'rinish uchun emas, xavfsizlik uchun ham chiqadi. Bank kartangiz uchun SMS xabarnomani yoqib qo'ying. Har bir operatsiya haqida xabar kelsin. Agar 10,000 so'm ham siz qilmagan joyga ketgan bo'lsa, e'tiborsiz qoldirmang. Firibgarlar ba'zan avval kichik summa bilan tekshiradi, keyin katta pulni yechadi. Internet orqali to'lovlar limitini kamaytiring. Masalan, pensioner karta faqat pensiya olish va do'konda to'lash uchun ishlatilsa, katta onlayn to'lov limiti kerak bo'lmasligi mumkin. Bank ilovasida yoki bank filialida limitlarni sozlash mumkin. Bu juda foydali himoya. Pensiya tushadigan kartada katta pulni uzoq saqlamang. Zarur bo'lsa bir qismini boshqa hisobga, omonatga yoki ishonchli bank mahsulotiga o'tkazing. Lekin buni ham faqat rasmiy bank orqali qiling. Uyda naqd pul saqlashning ham o'z xavfi bor. Shuning uchun har bir oila o'z holatiga qarab ehtiyotkor qaror qilishi kerak. Bugun men sizga eng muhim narsani tushuntirdim. Telefoningizda shubhali dastur, masofadan boshqarish ilovasi, noma'lum ruxsatnomalar yoki firibgarlar yuborgan havolalar bo'lsa, pensiya pulingiz xavf ostida qolishi mumkin. Davlat yoki bank sizdan SMS kod so'ramaydi. Begona odam telefoningizni boshqarishi shart emas. Pensiya olish uchun Telegramdagi noma'lum botga karta ma'lumotlarini kiritish kerak emas. Hozir telefoningizni tekshiring. Ota-onangiz, buvi-buvalaringiz, yaqinlaringiz telefondan ko'rib bering. Shubhali ilova topsangiz, internetni o'chiring. Bankka qo'ng'iroq qiling, kartani vaqtincha bloklating, parollarni almashtiring va kerak bo'lsa rasmiy idoralarga murojaat qiling. Izohlarda yozing. Sizga ham shunday qo'ng'iroqlar bo'lganmi? Kimdir pensiyangiz to'xtaydi yoki kompensatsiya chiqdi deb SMS kod so'raganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun ogohlantirilgan odam ertaga o'z pensiyasini saqlab qolishi mumkin.